Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldin qismda 2017-yildan toki 2020-yilgacha bo'lgan Uyg'ur faoliyatchilari o'tirsa ilib berilgan faoliyatlardan qisqacha bir xulosani o'qib o'tgan edik, endi davomini qo'yamiz. Bizning vatanparvarligimiz yoki millatparvarligimiz dushmanga bo'lgan nafratimizni ifodalashda emas, tinimsiz va un-tunsiz fidokorlikda o'lchinishi kerak. Shundala ziyon tortmaymiz, yo'limiz, sabdishimiz, ittifoqchimiz aviydi, eshiklar echiladi. Qarshilik ruhimizning g'azabimiz va nafratimizdan emas, balki o'z oilamizga va millatimizga bo'lgan muhabbatimizdan ekanligi tashviq va targ'ib qilinadi. Bizni qutqizdig'ini va ko'kiltidig'ini Allohga bo'lgan iymonimiz, insonligimiz, qarindoshligimiz. Qutulish uchun qilgan har bir harakat ibodatimiz. Bizdagi aql va jasorat bo'lsa, Allohga bo'lgan qo'rqinchimizdan keladi. Nafratini ifodalagan qarindoshlarning hissiyotini tushunaman va o'rtoqlashaman. Ammo fikrda farq bo'lishi bir-birimizga so'z nashtarlarini sanchishimizga sabab bo'lmasligi kerak. Hormonlarning hayojonda tunjuqishdan aql va fan bilan davomli amaliy harakat faoliyatlarda bo'lish bizning tanlashimiz bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda biz ziyon tortmaymiz. Qarindoshligimiz ulg'uydi. Uyg'urning milliy markazga tortish kuchi kuchaydi. Kuchliklarning biz orzu qilgan insoniy dunyo tartibini saqlashiga bo'lgan ishonchimizni reallik ojizlashtirishi mumkin. Agar Trump, Putin, Shi, Kim va shuning o'xshaganlarning rahbarligidagi davlat gavdalarini kuch deb qaraganimizda, insoniylik prinsipining ularning idora qilishining asosiy prinsipi ekanligiga ishonmayman. Amerikaning Bin Salmonga o'xshash kuch mastonlariga va xo'rlug'uchilarga qurol setib berib, Yamanda qonli qirg'inchiliklarga sabab bo'lishini, qonunsiz ko'chmanlarni alvastilashtirishini va ularni lagerlarga solishi bu gumonimning sababi. Milliy manfaat ko'z tutilgan holda o'xshamagan siyosiy nazariyalar orqali insoniylikqa ta'bir berishga urinayotgan va shu xil qarashni tarqitishga tirishayotgan Xitoy hokimiyatining ta'birdagi insoniylikning men ishonadigan insoniylik emasligidan hech shubham yo'q. Shuningga o'xshagandek bizning ta'birlarimiz va tushunchimiz va tushuntirishimiz ijtihodimizdagi muhim va uningda ching turish bizning qimmatimizni va qimmat qarashimizni yaratadi. Mahsulotning sifatining kapolati uning bozordagi o'rnining saqlanishida muhim omil bo'lganiga o'xshash, shu mahsulotga bo'lgan ehtiyoj va uning tunilishimi shu mahsulotning qimmat yaratishdagi muhim va kam bo'lsa bo'lmaydigan halqa. Shuning uchun milliy manfaatimizni ko'zlagan holda o'zimizning obrazimizning qimmat va hurmat yaratishi bizning qanchalik kuchlanishimizga va qanchalik kuchlarga sahib chiqa olishimizga ta'sir ko'rsatadi. Mencha bu biz tunishga tegishli haqiqat. Podshohning kiyimini o'qigan bo'lishingiz mumkin. Kuchlar shu podshohga o'xshaydi. Insonlar shularni olqishlaydi. Ammo podshohning ko'ngligimi shu maydonda uning yalang'och holda mingishiga hayronlikda qarab turgan ommaningmi ko'ngliga ayon. Uning kiyimining rangini hech kim deb berolmaydi. Kuchliklar qandoq rangli kiyimni kiysa yarashidi. Ammo ular shundoq podshohning kiyimini kiyishi orqali o'z inovatini va ta'sirini tadrijiy yo'qotadi. Ularga raqobat qilguvchilar ko'paydi. Maqsad kuchliklarga o'xshash podshohning kiyimini kiyib, ulardan kuch talab qilish emas. Aksincha, nimani kiyishni bilib, o'zimizning qiyofatini bilish va bildirishda. Xarakteri muqim bo'lganlarning o'z prinsiplari orqali jalb qilgan sabdoshlari va yo'ldoshlaridan olgan kuchi va munosabat doirasi shundoq kuchliklarning ishiklaridan kirishga vasila bo'ladi. Kuchlanish va kuchlantirilish ehtiyoj va o'rtaq manfaatnila emas, balki o'rtaq qimmat qarashliklarning o'rtaq safda turishga bo'lgan rohatlik tuyg'usidan boshlanadi.
Dəssəp duralaydigan mustahkam axloq tuproqimiz bo'lgandila, boshqalarga egilib, ta'ma qilib emas, balki tizimizni agmay turib, ko'zning ichiga hech yiqmasdan qarab turib, biz bilan ittifoqdosh bo'lish ehtiyojini kuchlantira olamiz va bizga bo'lgan ishonchni oshira olamiz. Mayli o'rtaq manfaatni chiqish qilsin yoki strategiyani kuchlantirish, shundoq murakkab ko'p qirliq omillardan tanlanadi va amillashtiriladi. Biz shu murakkabliklarni tushunalganligimizda, ularning orasida bo'lolganligimizda kuchlanamiz va kuchlantirilamiz. Uyg'urlar jazo lagerlariga mahkum qilingan qarindoshlarini qutqizish uchun ichki va tashqi ittifoqqa muhtoj edi. Shundaq bir ittifoqni shakllantirish maqsadida Finlandiyadan yo'lga chiqqan erkinlik karvonining Shvetsiyadagi faoliyatlari davom qilmoqda edi. Stockholm shahridagi namoyishdan keyin Shvetsiya ma'rif uyushmasining ishxonasiga taklif qilindim. Bu yer mərhum Kurash Kösən əpəndilərdən yadikar yerlər bo'lishini tasavvur qilib hayajonlanmoqda edim. Mərhumning Kurash o'lmaydi degan naqsini har qatim anglag'animda sukutda mökünüb yurgan gavdam titrab ketadi. Men va menga o'xshash nurg'un Uyg'ur qashqan shu kurash to'lqinlariga qitilib ketish taqdiriga jazo lagerlarining ota-onamni yalmab ketganligidek haqiqat sababidan noiloj tan berishga majbur bo'lgan edim. Uyg'ur bo'lish supatim bilan Uyg'urlarga o'rtaq tushish bo'lgan Uyg'ur davlati bo'lish tushiga o'rtaq edim. Ammo o'xshash vaqtda ko'pchilik Uyg'urlarga o'rtaq bo'lgan kollektiv pozitsiyagami o'rtaqligimni e'tirof qilishim kerak edi. Shundoq, bir davlatning qurilishiga o'z hassamni qo'shishga petinolmaydim. Realistik xarakterim shundoq shuarchilarga mansibmaslik nazarida qarashimga daldi edi. Uyg'urlar shundoq ulug'vor, g'oyalik va dabdabalik shuarlarni to'g'latdi-yu, real dunyoda turmush halakchiligiga g'arq bo'lgan holda texi paytamas degan tasallida. Shundoq fursat kelib boqsin, men hammani qurbon qilishga rozi degan kuchlik anglanadigan ammo ojiz shuarini o'ziga jakorlaydi. Uyg'urlar bilan bo'lgan muomallarda shundoq shuarlar orqali o'z obrazini xunuklashidan saqlanishga urinatdi. Nihoyat yaxshi ishni boshladingiz. Biz bek xo'sh bo'ldik. Sizning bu yerlarga kelishingizni boshqalardan angladik. Bilishimizcha yoshlar bilan billa o'rinlashtiribsiz. Bir qancha yillardan buyon tashkilchilik va jamiyatchilik bilan shug'ullanib keldik. Sizdek yoshlarning chiqishini qo'llaymiz. Shunga biz bilan aloqalashgan bo'lsangiz, biz tajribalarimiz bo'yicha texmo yaxshi o'rinlashtirishga tirishgan bo'lardik, dedi bir pishqadam akamiz. Men mökünüp yurgan vaqtlardan buyon vatan oshiqligini o'z harakatida ko'rsatib kelgan pishqadamlarning gaplari o'rinliq edi. Ularga finlandiyalik do'stlarim bilan billa tuzgan Talmud bo'yicha harakat qilayotganligimni tushuntirishimga vaqt va sharoit kerak edi. Uyg'urlar bilan fikrlarda o'rtoqlashishga ba'zida qiynaldim. Tafakkur shaklidagi va munozara uslubidagi farq mening o'z millatim kishilari bilan fikrlashishimga ko'p to'sqinlik qiladi. Ba'zida o'zimning o'xshamagan sistemaga qachlangan biri ekanligimni e'tirof qilishga majbur bo'lardim. Xalmurod, siyosiy harakat bilan kishilik huquq harakatlarida ba'zida cho'ng farqlar mavjud emas. Ammo ular bir-biri bilan zich munosabatlik. Hozirgi reallik Xitoy hukumati Uyg'urlarning tutilishiga ko'rsatgan sababi, boshqalarga tasvirlagandek Uyg'ur obrazining yolg'onligini gavlantirish muhim. Uyg'urlarning mustaqil bo'lishini orzu qilganligi aniq va bir haqiqat. Bu jinoyat yoki gunoh emas. Sening Uyg'ur ekanligingla Xitoy hukumati Uyg'urlik kimligini yo'qotayotgan sharoitda uningga qarshi eng kuchli sado. Oilandagilarning haqiqiy ahvolini deyishing, Xitoy hukumati alvastilashtirayotgan Uyg'ur obrazini, oilandagilarning fojiasini so'zlash orqali insonlashtirishing Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlikni kuchaytirdi. Uyg'urlarga bo'lgan tunishni obrazlashtirdi va kishilarga yaqinlashtirdi. Masala o'tirg'a qo'yilmayla uning yeshimining sening orzuying bo'yicha bo'lishini tashviq qilishing maqsadingga gumon tug'dirdi. Haqliqligingga bo'lgan tushunish va hissdoshlik ojizlaydi. Oxirida sen utirayotgan bo'lasan. Sening samimiyatingga gumon qo'zg'aladi. Sening ziyonkashlikka uchrag'uvchiliging unutilib,
xuddi sen haqsizdek. Xitoy hukumatining qilayotganlari haqliqdek bilindi. Undaq bir ommaviy tushunchaning Uyg'ur emaslar orasida tarqalishi sizlarning davlat qurish orzuyinglarga to'salg'i bo'ladi, deb tushundirdi Finlandiyalik bir shirkatda ommaviy obraz maslahatchisi bo'lib ishlaydigan finlandiyalik yosh yigit. U mening finlandiyalik bemorimning o'g'li edi. Uning dadisini davolag'an edim. Shundan keyin u kishi men bilan mungdash bo'lib qolgan edi. U o'g'ildan bak faxrlanadi. Uning saylov vaqtida Finlandiyaning Millatchilar partiyasining parlament a'zolari nomzodlariga obraz maslahatchisi bo'lganligini so'zlab berib, tuyuqsizla mening yerlik fin emasligim yodiga yetdi. Harri bilsiz, Musa degan Musa, soda degan soda deb inglizcha so'zlab qo'yib, o'zining ko'chmanlarga yaxshi qaramaydigan u partiyaning qo'llag'uvchisi emasligini, o'g'ilningmi uni faqat xizmat uchunla qilganligini eskartib o'zini oqlamoqchi bo'lgan edi. Siz bek qiziqchi ekansiz, o'zingizning millatchi ekanligingizni nomus qilmasingizmi bo'ladi? Mening finlandiyalik ekanligimni e'tirof qilsangizlar, eriqchilik qilmasangizlar, men sizning siyosiy qarshingizga hurmat qilaman, deb bir ko'zimni qisib qo'ydim. Finlarda o'zining millatchi emasligini eskartadigan odat ig'ir edi. Chunki Finlandiyaning eriqchiligi haqida boshqa davlatlar ko'p g'ayvat qiladi. Finlar boshqalarning shundaq deb finlandiyaliklarni stereotiplashtirishlardan beoram bo'ladi. Yeshi otam bilan tang bu do'stim bilan siyosiy qarashlarimizning o'xshamasligi to'g'riliq ko'p munozirlarni qilishqa edik. Siyosat, din va iqtisodiy kirim to'g'riliq so'zlashishdan o'zini tortadigan o'rta xarakteriga yot holda bu do'stim siyosat to'g'riliq munozara qilishga amroq edi. Uning siyosiy qarashlaridan uning shu millatchi partiyasining qo'llag'uvchisi ekanligini jazmlashtirsammi, uning ularga bilet tashlaydigan yoki tashlamaydiganligini bilmaydim. Uning bilan ilib berilgan munozirlar bir-birimizni qoyil qilish maqsad qilinib emas, balki bir-birimizni qarashlari orqali o'xshamagan nuqtai nazarlarni tushunishni maqsad qiladi. Butunlay qarama-qarshi fikrlarimizni o'ttirg'a qo'yg'icha kulishib ketdik. Chaqchaq bilan masxir qilgandek so'zlarni bir-birimizning bardoshlik berish chekidan oshirmaslikqa, shaxsiyatimizga tekkizmaslikka tirishib, deyishib, o'xshamasligimizdan hozirlandik. Bundaq bir saponing kollektiv sapo bo'lishi notayin. Chunki ba'zida fillar bilan o'xshamagan qarashlarim sababli xuddi Uyg'urlardagi munozirlarga o'xshashla aytishib qoladim. Ular mendek bir qora chashliqning ularga tab tortmasdan raddiya berganligimni mag'rurlik deb tushunib bizar bo'lgan vaqtlarmi bo'lgan edi. Menmi ularning oq tanliklar markaz tafakkurdan bizar bo'ladim. Ammo ularning o'zlarining qanday bir tafakkurda ekanligini bilishida gumon qiladim. Chunki shundoq muhitda cho'ng bo'lganlarning uni his qilolmasligi tabiiy edi. To'lqin Iso apandim kelsa, hammasi bilan ko'rishidi. Uningda siyosatchi xos sapo bor. Sizmi yaxshi ishlarni qilyapsiz. Yoshlarmi shundoq pish qadamlardan o'rganish kerak. Ommaviy asos tiklishingiz kerak. Shuningda e'tirof qilinasiz. Texmi cho'ng ishlarni qila olaysiz, dedi bir akamiz. Mening faqatla Qaraxonlar to'pida tunishgan yosh Uyg'ur yigiti bilan aloqalashganligimni eskartib. Uning deganlari o'rinli edi. Bizning fikr almashtirishimiz, ittifoq shakllantirishimiz uchun zarur edi. Yosh faoliyatchilarning mavjud tashkilotlarga beqinmagan yoki ichi kirmagan asosda o'z oldiga harakat qilishidan, ularning ayrim bir yo'llarda mengishidan andisha qilish, pishqadamlarda o'rtaq ekanligini his qilgan edim. Shundoq gumonlardan xalos bo'lishga tirishdim. Yana o'xshash vaqtda o'zimning hech qanday bir mavjud siyosiy tashkilotga aralashmay turish, liniyamdan chetmaslik prinsipimda turishni tushuntirishga ojizlik qilayotgan edim. Mustaqillik shuarini aniq aytib chiqmaganlarning hammasi munofiqlar degan fikrlarning muhojiratdagi Uyg'ur jamoati orasida tarqalishini shakllangan xos o'lchamlar, mutlaqlashtirishdan rohatlanadigan psixikaning Uyg'urlar orasida umumlashishi ijtimoiy bisim bo'lishga boshlagan edi. Oq va qora tafakkuri kishilarning hukm qilish tasavvur metodiga aylanib dogmlashgan edi. Undaq bir qilibqa raqobatda bo'lish diqqatni, kuchni va zehnni shundaq talash tortishlarga isrof qiladi. Undaq sharoit hozir real emas edi. Mening biror siyosiy harakatda rahbarlik yoki dohiy bo'lish tushum yo'q edi.
Chunki men byurokrat sistemasi bo'lmagan bir qarshilik harakatiga rahbarlik qilishning quruq o'stanga mirab bo'lishidan andisha qilatdim. Eng muhimi, menda undaq bir saponing borligiga ishonmaydim. Haqiqiy ahamiyatga ega bo'lmagan ommaviy asosning bo'lishining muhimligining nima ekanligini tushunmaydim. Chunki Uyg'urning realligida ijtimoiy jamiyatchilik bilan siyosiy faoliyatning nima ekanligi haqidagi uqumlarning chegarasi aniq emas. Tushunchalar mujmal edi. Shunglashqimi Uyg'ur bo'lmagan kuzatuvchilarning, tadqiqotchilarning va siyosiy analizchilarning nazarida Uyg'urlarning harakatlari nishonliq emas va chechilang'u ko'rinadi. Uyg'urlarda tashkilotlar ko'p, bu yaxshi ish. Tashkillanganda kuchlangil bo'ladi. Ammo harakatda tür planlari bo'yicha unumli bir qarshilikni ko'rmadim. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan siyosatlarini tushunish va tushuntirish uchun ishonchli uchurlarni hujjatlashtirish va ularni tadqiq qilish kerak. Uyg'urlarda o'zingni bilish uchun o'zgini bil deydigan gap bor. Hozir Uyg'urlar Xitoyning siyosatlarini o'zlari yashab boqqanligi uchun biladi, ammo uni tushunmaydi. Məsələlərni reallıqdan halqıgan halda addiylashtirib düşündü. Başqalarga mı şundaq tushundirmoqchi bo'ladi. Unda qilsa boshqalar tushunmaydi, deb o'z fikrini bayon qilgan edi. Uyg'urlarni kuzatib kelayotgan biri mening Uyg'urlarning qarshilik harakatlariga oid leksiyamni anglab bo'lgandan keyingi tanaffus oraliqida. Uning gaplariga qo'shilmaydim. Chunki Uyg'urlar G'arbga texi yaqinqi 20 yil mobaynida yerlashishga boshlagan. Әмділа жәмиятлішіш қадамini besiyotgan ko'chmalik hayoti texi muqimlashmagan holat edi. Davlatsiz va ixtisossiz Uyg'urlarga funksiyalari to'liq bo'lgan davlat apparatlariga qo'ygan talabni qo'ysangiz, mencha reallikqa uyg'un emas. Uyg'urlar ko'chman hayotiga ko'nish, yerlishish, jamiyatlashish qadamlarini әмділа besiyotidi. Bizda kasb aklari kamchil. Sizning davlatingizning bizga tutgan siyosatlarida sizga o'xshash kuzatuvchilarning takliflari ahamiyatlik. Hukumat byurokratsiyasi bo'lmagan bir to'plamning hozirgidek vaqtlarda gangrab qilishi normal. Buning uchun o'rtaq manfaatimizni chiqish qilib, o'xshash prinsiplarga ishonganlarni kuchlantirishinglar kerak. Sizdan so'rab boqay, Yalta kelishimi orqali bizni ishtirok qilmagan holda, bizning ixtiyorimizga bo'ysunmagan holda taqdirimizni belgilagan shu davlatlar bizning insondek yashash huquqlarimizni qo'g'day olishimizga qanchalik ahamiyat berdi. Sovetlarga qarshi urushda ittifoqdosh bo'lgan Xitoyning iqtisodiy gullanishidan uning demokratiyalashishini tasavvur qilgan strategiyachilaringizning bizning o'z-o'zimizga ega chiqib yashay olishimizni, o'zlarining iqtisodiy manfaatlarining davomlashishini kepil qilish uchun qabul qilmaydi. Buningda albatta diplomatik kelishimlar va xalqaroliq tartiblarga bo'ysunishga majbur bo'lishi mumkin. Shuni so'ray, qancha Uyg'urni sizning davlatingiz yoki kishilik huquq prinsiplarini o'zining davlat ajendasi qilgan boshqa davlatlar siyosat, qonun, iqtisod va boshqarish kasbida tarbiyalab berdi? Shundaq ixtisosliklar bo'lmaydi ekan, bizda shundaq ahamiyatli harakatlarni ilib bora oladigan, nimaning muhimligini his qila oladigan kishilar oz, hatto yo'q bo'ladi. Shundaq kishilarning o'z cheklimlaridan halqib shundaq ishlarni qilishiga petinishi tez bo'ladi. Shundaq kishilar shundaq ishlarni qilishga petinganda, shundaq faoliyatlarni ilib berish uchun iqtisodiy yordamlarga erisha oladigan turlarni o'tirg'a qo'yib ijro qila olishi mumkin. Bizning mushkunga qilishimizda sizning davlatingizning bevosita yoki vositalik javobgarligi bor. Buni e'tirof qilish kerak, dedim ochiq qahvani o'tlag'ach turponliqlari xos ko'zlarim bilan uning ko'zining ichiga qarab turib. Uyg'urlar ichki va tashqi jihatda kuchli qo'lg'ichi, ittifoqdoshi bo'lmagan holda ojiz ammo izchil qarishni davom qilib kelayotgan edik. Bizdagi parvosizlik, munozara supsi yo'q bo'lish, o'xshamagan fikr va iqimlar orasida tushunishni xohlamasliklar qarshilik harakatimizning kuchlanishiga ichki qismdagi eng cho'ng to'salg'ular edi. Shivsiyadagi pishqadamlardan shundaq andishlarni his qilayotgan, o'zimning uzun so'zilgan sukutidan xudiksirayotgan, ularning menga ko'rsatgan hurmatidan andikayotgan edim.
Uka, min qo'yib boqqanimi amdi? Dedi beshiga shapkasini qo'ndirib kiyib, chopinini kiyib olgan turpanliq safardosh akam. U mashinamni haydadi. Men uning yonida o'tirib, kun yo'rmasdilla Norvegiyaga qarab yo'lga chiqdik. Oldimizdagi yo'l uzun edi. Musofa va mumkinchiliklar va ko'rishib boqmagan taqdirdoshlarim bilan ko'rishish hayojonida mashina derazasidan Shvetsiya tuzanligining manzarasiga qarab xiyollarga cho'mmoqda edim. Tasavvurimda turpanning sayliq yo'llarining qurg'oq issiq shamollari yuzlarimni po'lmoqda edi. Ota-ona seg'inishi, vatan seg'inishi yuragimni tilg'imoqda. Uyg'urning tuyg'usini tushunmaydigan kishilarni to'shiyotgan mashinalar g'uyuldab o'tmoqda. Vatan qog'jiriqida ruhlari vatan chanqishida eshiyotgan ikki Uyg'urni elib mangan mashina Norvegiyaga qarab chopmoqda. Bizga yordam qilgan bir davlat bo'lsa, biz cho'qim Xitoyni alaymiz. Bizning shundoq bir kuchli ittifoqdoshimiz bo'lishi kerak, dedi u hayajonda. Turkiyaga guvohlik videolarini yiqqach, kishilarning beshidan o'tganlarini anglig'ili kelgan edim. Buni jamiyat tekshirish demdiq yoki darddoshlarni tushunish demdiq bilmadim. Shu anglag'anlarim asosida tayyorlangan materialni diplomatlar bilan, tadqiqotchilar bilan, siyosiyon va muxbirlar bilan ko'rishganda ularga beratdim yoki so'zlab beratdim. Eng muhimi, ular bilan bo'lgan suhbatlarda so'zlarining hissiyot va tasavvur bilan chiqib qilishning oldini olish, ular oldida ishonchligimni yo'qotib qo'yishdan saqlanish uchun shundoq qismatlar beshim kelgan dardman millatdoshlarimning fojiali hikoyalarini anglashim lozim edi. Bizga urush qilishdan boshqa yo'l yo'q. Jonni tikib qo'ydik. Pichoq so'ngak yetdi. Hozirgi holatimizda odam tanlashga shartimiz yo'q. Musulmon bo'lmasimi, hatto yahudi bo'lsimi bizga yordam qilsa, biz hatto vatandagi yarosli boyliqlarimizning bir qismini shularga berib etsak maylitdi, dedi uning yonida o'tirgan yana biri. Toqqa berib mashqinib kelganlar bor. Shundoq sharoit yaratib bersa, vatan chegirsiga biror yerdan biror o'rin bersa, shu yerdan kirib Xitoyning anomanisini ko'zi ko'rsatadi, dedi meva qo'yilgan taxsining qirini begiz barmog'i bilan silab o'tirgan, qarmoqqa muloyim va yiqishliq ko'ringan pakar biri. Bu kishilarning kimlar ekanligini bilmaydim. Arqa ko'rinishi va kashmishlari menga noma'lum edi. Uyg'urning o'xshamagan qatlamlardagi kishilar bilan uchrashib, o'xshamagan o'y fikrlarini tushunish, orzu istaklarini, kechmishlarini anglash mening millatimga bo'lgan umumiy tushanchamni texmo mantiq va real qilishiga ishonatdim. Men eng xohlamaydigan gaplarni qilgan kishilar bilan o'tirib, ularning men eng yoqtirmaydigan, hatto qarshi turadigan fikrlarini kulimsiragan holda anglaytdim. Shundoq o'xshamagan qarashlar orasida o'zimning qarashlari sababli hissiyot davolg'uchi bo'lib munozaraga kirmay, qarshi tarafni tushunish uchun sukutda tura oladigan xarakterni yetildirishim uzun yillar shundoq qarashlar bilan bo'lgan qarashlarimdan kelgan tajribamdan. Finlandiyadek so'qaqqan kishilarning do'ldida yashashim, kasbim va keyin olgan tarbiya va chiniqishlarimdan kelganligiga ishonaman. Uyg'urga xos hayajonlanishimni yo'qotolmagan, shoir millatga xos xarakterim, Uyg'ur jismidagi Uyg'ur xos hormonlar quyuqligining ta'sirida hech qachon o'zgartirilmaydigan, ba'zida hayajonim aqlimning oldiga o'tib oladigan bo'lsa-mu, yanala keyin yetildirgan shu xarakterimni saqlashga tirishatdim. "Haro apandim, boyaqi leksiyangiz deyilgan ahvollarni men anglagaydim. Hozirgidek bundaq bir sharoitda Uyg'urlar orasida shiddatli qarshiliklarni targ'ib qilishning ko'payishini to'g'ri tushunaman. Ammo Uyg'urlarda hozirgi askariy bilimlarni biladigan kishilar yo'q deb o'ylayman. Xitoy bilan quruqlikda chegaralanadigan davlatlarla emas, boshqa hech qanday bir davlatmi undaq bir sharoitni Uyg'urlarga yaratib berishga ilojisiz. Undaq qilganligi Xitoydek askariy cho'ng davlatga bevosita urush ochganlik bo'ladi. Uning ustiga muntazam armiyasi bor bir davlatmi Xitoyning qo'shinlari bilan 100% sirkishishga kirishdan hazar aylaydi. Undaq bir mumkinchilikka bidinalaydigan boshqa davlatning borligiga ishonmayman. Izchil taraqqiyot, ijtimoiy farovonlik va muqim iqtisod, tinch muhitning bo'lishiga, diplomatik munosabatlarning ravonligiga muhtoj. Shunga Uyg'urlarning Xitoyning chegarasidan xuddi muntazam qo'shinlarga o'xshash kirishi,
azroq askeri bilim va tafakkurga ega kishilarga kulkilik bilindi. Bilmadim. Buni Uyg'urlar qanchalik tushundi deb o'z fikrlarini bayon qildi. Men deyishni xohlamaydigan bir yerga bergan leksiyamni anglagan biri. Jazo lagerlarining chet eldagi Uyg'urlarning munosabatlariga bo'lgan ta'siri, Uyg'urlar orasida shakllangan fikr iqimlari va ularning taraqqiyot yo'linishi, Uyg'urlarning Uyg'ur masalasining yechimiga bo'lgan intilish orzulari haqida so'zlagan edim. Bu yerga tunji qitim kelganimda Uyg'urlar orasida rivoyat tusi olgan bundaq bir yerga kirganligimdan hayajonlanib, xuddi bular hammani tayyor qilib qo'ygandek. Xolmurat apandim, mana mushlar orqali masalanglarni hal qilishga yordamlashadigan bo'ldik, deb Uyg'urlar orzu qilgan narsalarni tutqizib qo'ydigandek hissiyotda xom xiyollarni qilgan edim. Bu yerga qancha qitim taklif qilinib, qancha qitim shundaq leksiyalarni so'zlagandan keyin Uyg'urga xos undaq hayajonlarim tugagan, realistik bo'lib qolgan edim. İnsanlar o'zlari bilmaydigan narsalar haqida turli tasavvurlarni qilishir ekan. İnsan mengisining funksiyasi odamni hayron qoldirdi. U o'zi tushunmaydigan, bilmaydigan hech qanday uchuri yo'q narsalar haqida rivoyatlarni to'qishga qodir ekan. Shunlashqimi tabiiy taraqqiyoti kamchil bo'lgan davrlarda yoki rayonlarda kishilar tabiat hodislarini rivoyatlar, cho'chaklar va afsonalar orqali tushundikan. Uyg'urlardimi bundaq afsonalar, rivoyatlar va cho'chaklar ko'p edi. Ammo bizning realligimiz to'liq echinishliq edi. Ko'z oldimga Uyg'urning hozirgi holatining tirik potirti bo'lgan shu manzara keldi. Ana qizining rasmini chin quchoqlig'icha o'zini to'xtalmay yig'lab ketdi. Kameraga ilayotgani bir turk bola edi. U Uyg'urchini balkim tushunmaydi. Uyg'ur onning yig'isiga bizmi sherik bo'ldik. Onunğa qaradim. Kameraning orqada turgan bola men bilan o'xshash vaqtda ko'z yishini ertdi. Ananing ilojsizlikdan o'ksib yig'lishi, xuddi uning butun jismi erib ketayotgandek, jazo lageriga mahkum bo'lgan yolg'iz qizning rasmini chin quchoqlab tug'duyib qilishi yuragimga mangulik portret bo'lib ketib qoldi. Koshki rassam bo'lsam edim. Uyg'ur ananing shu simosini sizib chiqqan bo'lsam, bu millatning u qadar ojiz va chorasiz holda yetim qolgan holatini simoliq holda aks ettirolgan bo'lsam, anaga qanday tasalli berishni bilmadim. Mayli, yig'lab olsin. Yolg'iz yerda urib yig'lig'indan yanada odam bor yerda mushundoq to'kilib olsin, dedim. Berib tasalli bilan ananing yig'isini to'xtatmoqchi bo'lgan singlimizga. Shu chaqda lagerda hayot yoki o'likligini bilmaydigan opam ko'z oldimga keldi. Balkim opam meni shundoq seg'ingandi. Meni ko'rgis kelgandi. Rasmimni quchoqlag'usi, navrilarning rasmlarini ko'rgis kelgandi. Opam yig'ilsa jazolanib qolarmi? Yuragim. Opamning qandoq yerda, qandoq kunlarni ko'rayotganini bilmayman. Tasavvur qilg'immi yo'q. Qo'rqaman. Yaman tasavvurlarning meni yutib ketishidan ansirayman. Men azoblarga tunjiqib ketsam bo'lmaydi. Opamning yolg'iz bolasi, opamning, otamning izdirigini men qilmasam, ularga men ega chiqmasam, kim ega chiqadi? Bo'ldi, ana yig'lamang. Allah bizni bu imtihonlardan tez o'tib ketishga nasib qilsin. Sizga va shu hamshirimizga osonlik bersin, dedim. Yig'lab dugduyib qolgan Uyg'ur onaga jasorat berish uchun. Oradan qancha minut o'tganligini bilmayman. Onaning, mening va atrofimdagilarning ishi qurib qolgandek, uy ichining havosi namlashib qolgandek tuyulmoqda edi. Ovozim titrab chiqdi, chunki yuragim titrab o'tadi. Uyg'urning dardini kimga anglatish kerak? Uyg'urning azobini kim tushundi? Kim tushunishni xohlaydi? Hissiyat bilan emas, balki so'qoqqonlik bilan foyda ziyon fasilda sehrgarlik qildigan siyosatchilar, qaror olg'uvchilarning dunyoni sonlar orqali tushundiganligiga shohid bo'layotgan bir davrda yashayotgan edik. Dunyo insoniylik tuyg'usiga qog'jirgan. Ammo insoniylik keng tashviq qilinib, insoniylikni murosim kiyimlariga aylantirib olgan kuchliklar o'rmonligida yashayotgan edik. Ular davlatlar va insonlar orasiga ko'rinmas chegaralarni sızgan.
o'zining va o'zi tava va vakil bo'lgan to'plumlarning manfaatlarini qanoatlantirishni hammadan ustun biladigan an'anaviy axloq va adolat tushunchalarini dabdabalik nutuqlarga bezak bo'lgan bir dunyoda Uyg'urning haqqini kimmu o'z nafsidan va manfaatidan kechib ilib bersin? O'z-o'zini qutqizishdan andikkan, aymingan va gumonlangan to'plumlar yoki boshqa to'plumlar orasida erib ketish yoki shamolda qolgan momkopdek to'zib ketish taqdiriga majbur bo'ladi ekan. Kishilarning oilasiga ega chiqish, o'z to'plumiga ega chiqishidan shakllangan ittifoq shundoq o'zini qo'g'dash ehtiyojlaridan markazga tortish kuchiga erishidi ekan. Shundoq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xush, Alloh omonat.